Xonadan chiqamiz. Domga kirish holatdagi mana bu eshikdan kirishida mana shunday chiroyli перехожка qilib berdik. Bu ham G holatda. Перехожкamizni kiraverishida va chiqishida mana bunda podsvetkalar o'rnatib berganmiz. Oynalarni tozalab o'tganimiz yo'q, bularga uncha e'tibor bermaysizlar. Kirgan odam yoki chiqib ketayotgan odam o'ziga biroz bo'lsa qarab chiqib ketishligi uchun. Endi buni eshiklarini ichlarga keladigan bo'lsak, tepasida bitta polkasi bor, Wi-Fi narsalarni o'rnataman deshgani uchun toklarni ochib qo'yganmiz. Xo'p, kiyimlash uchun hamda tagida ikkitadan tortmalari bor. Ular ham tandem mexanizmi asosida. Chekida polni tepadan pastgacha polka bo'ldi va mana bu zonasi. Xo'p, ariston hamda katyolni tizimlarni polni o'rab berishligimiz uchun aytishganda yuza qismi mebel bilan uyg'unlashib ketadi, lekin ichida montaj ishlari, ba'zi narsalarni ta'mirlash uchun, remont qilish uchun bemalol odam kirib ishlab chiqib ketishligi mumkin. Xonaga kiramiz. Xonaning o'rtasida 2 metrga 1.70 razmerda bo'lgan kattagina 2 kishilik spalni bor. Ikki yonida tumbuchkasi bor va o'ng tomonda yonlari avalli bo'lgan katta shkafimiz bor. Tepa eshiklari ham ochiladi, bemalol narsalarni qo'ysa bo'ladi. Faqat ikki yonida ikkita korpusli bo'lgani uchun bir ayol, bir erkak kishiga moslangan. Hamda kiyim ilish va tepasida polkasi bor, tagida ham tortmalari bor. Eng tagiga yana poyabzallarni terib qo'yishlik uchun ham masofa tashlangan. Ikkisi ham bir xil. Va mana bunda chiroyli tepadan tushib kelgan nima deymiz, chiroqlar kechqurun juda ham bir joziba berib, romantikani odamga his qildirib turadi. Orqalariga ham polni mana shu mebelimizni materialidan taroqlarni qilib berganmiz. Bu ham xonadagi mebellarni aylana holatda bir-biriga uyg'unlashib chiqishini kafolatlab beradi. Va yana bitta qulaylik tarafi, xonada harakatlanganda mana shunday o'zingizni xavfsizligingiz hamda farzandlaringizni xavfsizligi uchun yonlarini avalli holatda qilib televizor pastavka hamda tremorlarni ham xuddi shu shaklda ishlaganmiz. Bunisi bitta tortmali, bunisi esa ikkita tortmali. Tortmalarga ham tandem mexanizmlardan ishlatilgan, mustahkam hamda sifatli. Inshaalloh hammaga mana shunday xonalar nasib qilsin. Sizlarga shunday mebellar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar 692 02 60 nomeri bilan. Dilshod Bek usta profilida.